Assalomu alaykum. O'zi bir mol bo'lsangiz, kostyum shimla kiyib olganingizni qarang. Zato kostyum shimla kiyib olib, katta joyda ishlayman yoki senga uy olib beraman deb aldab pulini olib qochib yurgan mollardan ko'ra ancha yaxshiroqman. Odamlarga nima savolingiz bor? Mol aka desam, mana mol bo'lib qolmaymanmi? Odamlarga savolim, nega odamlar aroq ichib molday ichibmiz deydi? Qaysi zamonda molni ryumkacha ko'tarib tos aytib turganini ko'rgansan? Endi uni molda ichadigan odamlardan so'raysiz. Qaypni ulaqib gapiga men javob beramanmi? Mol ko'nglingizga tegib qolmaymanmi? Nega yosh bola suv bersa ichmaysizda, otasi bersa ichaverasiz? Endi uni basharasiga qarab ichkim ham kelmaydi-da. Krisacha ichida ichmasin deb duo qilib o'tiradi. Odamlar yangi yilga bir-biriga qanaqa go'sht sovg'a qilishini bilasizmi? Qanaqa go'sht ekan? Odamni qo'rqitma. Tfu, molni qo'rqitma. Odamlar yangi yilga tandir go'sht sovg'a qiladi. Yaxshiyam tandir qo'y go'shtidan qilinadi. Tandir go'sht 007 ni ko'rib qo'rqib ketgandim. Eng zo'r tandirlar shu yoqda mijozlari ko'p.